Radomda hamma chaqaloqlar bu muolaja va tekshiruvlardan o'tishlari shart. Birinchisi, Apgar shkalasi bo'yicha baholash. Bola tug'ilganidan 1 va 5 soniyasida bolalarni nafas olishi, yurak urishi, teri rangi, reflekslari va mushak tonusi baholanadi. Apgar shkalasi bo'yicha 8-10 ball bolani sog'lomligini belgilaydi, 4-6 ball bolada o'rta darajadagi asfiksiyani va 0-3 ball bolada og'ir asfiksiyani belgilaydi. Bola tug'ilganidan 1-2 soat ichida bolaga vitamin K qilinadi. Bu esa bolada gemorragik kasallikni oldini oladi. Bolani tug'ilgan kuni 1-sutkasida bolaga gepatit B ga qarshi emlash o'tkaziladi. Bolani gepatit B dan saqlaydi. Bolani hayotini 2-3 kuniga bolaga silga qarshi BCG vaksinasi qilinadi. Bolani hayotini 2-kuniga bolani eshitish qobiliyati audio screening yo'li bilan tekshiriladi va bolani hayotini 3-kuniga boladan tovonidan skrining uchun qon olinadi. Bu yo'l bilan bolada tug'ma gipotireoz va fenilketonuriya degan kasalliklarni tekshiriladi. Onasi qon gruppasi 1 va rezus manfiy bo'lgan bolalarni qon gruppasi, rezusi va qondagi bilirubin miqdori aniqlanishi shart. Sizni farzandingizda shu tekshiruv va muolajalar o'tkazilganmi? Izohlarda yozib qoldiring.